Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 31-may haftaning shanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Uymavut degan joydamiz. 4 dona yetilgan tayyor buqalarni ko'rsatib beramiz. Inshaalloh o'zingizlar ko'rib, bir dona like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolasizlar. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizmisiz? Tinchimiz, charchamayapsizmi? Charchamasdan. Obunachilaringizga assalomu alaykum. Limuzin bor. Limuzin bor, bitta semental bor. Aha. Xudo xolasa Kalmik sortmi nima shunaqasidan ham bor. Yana bitta limuzinimiz bor-da. Ikkita limuzin bor. Ko'rsatib, narxi yopishtirib beramiz. Narxini kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Siz qaysi ko'pkarida otingiz birinchi o'rinni oldi? Bo'ron laqabli. Bo'ron, ya? Xoqon laqabli. Bo'stonliqda shu kuboklarni olib, medallarni olib. Ular sotiladimi, sotilmaydimi? Endi hamma har xil narxi yotibdi, narxga sotamiz. Ha, narx to'g'ri kelsa sotiladi. Narx to'g'ri kelsa sotamiz, ha. Mana o'rtoqlar. Chavandoz. Bu aka yoshi necha yashar? 2 yashar yosh. 2 yosh, ha? O'zimiz boqqanmiz. Yeb turgan molla. Tortilmagan, tarozini bilmaymiz. Taxminan ham tortilmagan. Mana. Kalmikskiy paroda o'rtoqlar. Bular kalmikka menimcha sharoyli aralashgan-ku. Chunki mana o'zingizlar ko'ringlar. 2 kurakni bizgan, to'g'rimi? 2 kurak bizgan. Buni narxini nech bildingiz aka? 4,5 ming nomimiz. 4,5 ming. Kelishsa kelishib beramiz. Kelishtiradigan joylari bor-a? Joyi bor, ha. O'rtacha hisobda, xudo xolasa. Qarang. Xo'sh, sizda qanaqa xizmatlar bor? Qassob xizmatlari bormi, yo'qmi? Qassob xizmatlari bor. Bor-a? Bor. Masalan, pulini kelishsa, o'zingiz taqilab tashlaysiz. Bor. Do'stlar, mabodo mana shu videoni bugun 31-mayda ko'rib, baraka qilsangiz, o'sha azon etgungacha biza boqib bera olamizmi? Boqib beramiz. Bo'lsa, masalan, boqib beramiz. Ha, shuni ichida. Boqib, kelishsa borib, so'yib joyida tarqatib, hammasini cho'tki chiroyli qilib beramiz. Xizmat ko'rsatib bera olamiz. Xizmat ko'rsatib beramiz. Mana do'stlar. Bu birinchi, ikkinchisiga semental, uchinchisiga yana qizil Eston bilan Angus chachishgani, to'rtinchisiga limuzinni ko'rsatib beramiz. Videodan uzoqlashmaymiz. Do'stlar, Qibrayda fermamiz. Hurmatli obunachilar, navbatdagisi. Oldingi yil 5300 dollarga sotilganini bolasi. Bolasi. Bu aka yoshiga to'lib kishlari bizganmi? Kishi bizda. Aha. Kishi bizgan. Bunga nech pul so'rayapmiz? Buni ham 4,5 so'rayapmiz. Bunga ham 4,5. Bunga ham 4,5. Kami bor. Kami bor. Qarang, agar mabodo mana shu buqa sizga yoqib qolib, savdo qilib oladigan bo'lsangiz, haqiqatan ham qassob xizmatlari bor. Otabek ham bor, Alisher ham bor. Muammosi yo'q. 20 minutda taqilab tashlashadi. Unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Bu yeb ichishlariga, to'rttaga tana joni sog'ligiga garantiya. Agar mabodo erimini qiladigan qulog'ida pintu bo'lmagani deganlarga ana quloqlari ham butun. Quloqlari butun. Teshilmagan. Mabodo bunaqasiga atak qurbonlik qiladigan insonning qalbida bo'lsa, bosor uradi. Sog'lom mol so'yiladi. Qarang. O'ynab turibdi jonivor, o'ynab. Buni zotga qo'shib oldingizmi? Qo'shdim zotga. Mana. Qarang. Zo'rin so'raganlar. Bu ikkinchi. Hozir yana uchinchisini, yana to'rtinchisini ko'rsatib beramiz. Bo'yinlari qaynagan ekan. Okey, o'rtacha hisobda bo'yin balandligini e'tibor qolaylik. 1.40 chiqib qolar. Chiqib bo'lsa kerak. Chiqadi, Alloh halam chiqib bo'lsa kerak. Voy. Agar go'shiga hisob qiladigan bo'lsak, go'shiga ham biriga bir to'g'ri kelsa kerak. 3,5 ming dollar kami bor. O'rtoqlar yoki Angus yoki limuzinga chachishgan-a? Gibrid variant, chunki mana bunaqa joyda oqta joyi bor mana. Aqta qilinmagan, birortasi bichilmagan do'stlar. Hamma narsasi bor. Ko'ring. Shini bizgana bu jonivor. Buzgan bu ham tishini. Ach. Ana, mana tishi bizgan.
Bizga farqi yo'q, ko'rsatib beramiz. Narxi 3,5 ming dollar. Aka, shu mana etilokka sumani ichida xizmat ko'rsatib bera olasizlarmi? Ha? Bor, xizmatlari bor. Mana do'stlar. Qo'ldan kelgancha, uspet qilganimizcha Aha. harakat qilamiz bitirib berishga ishligini. Xudo xolasa. Mana do'stlar. Ho'sh. Bo'yni ham zo'r ekan. Bo'lmasa, keyingisiga beramiz navbatda. Navbat Ketdik, keyingisi. limuzin Kel, chiqadi. otash. Hurmatli obunachilar, mana aytgan limuzinimiz. Bay. Yoshlari necha yosh buni? 2 yashar bu ham. 2 yosh. Kurayini endi buzdi. Ey. Malla. Shoxi narmani qilib ekan ekan. Malla. O'zi o'sha paytda qanchaga olingan edi? 60 millionni tegiga borib qolganda. Ustiga ham tegigan. Tegiga borib qo'yish 60 million yog'i bo'lganda. Kelishlari bilan O'zi o'sha olingan davrda shunaqa bo'lgan. 60 million bo'lgan. Endi buni hozir biz necha pulda chiqaramiz? 7,5 ming davomimiz. Kami bor. Yuzini uring, biz yuzini bu yoqqa olib o'tdik g'ishdan. Mana. O'rtoqlar haqiqiy. Nima o'zi Estoniyaniki. 7,5 ming dollar kami bor. Hey. O'rtoqlar, boqqanga rahmat deb kommentariyani yozib ketasizlar. Negativ fikrlar bildirmanglar. Mana. Beligacha ko'rsatib beramiz. Odamlar 4 ta tuxum qo'ysa bitta rishotgan terib qo'yamiz mana. Qarang. Narxi 7,5 ming dollar kami bor. Savdo sunnat bemalol aloqaga chiqib, aka nima deysiz o'zingiz? To'ppa to'g'ri. Savdo qilib olishsin. Kelishtirib beramiz.